Qatarlıq muxbir və yazğıcı Faysal ibn Jassam el-Tahni qatarlıq musulmon və ərəb dövlətlərinin Xitayning Şərqi Türkistanda Uyg'urlar qilayotgan zulmlarini və yig'ilish lagerlərində milyonlagan musulmonlarning naq tutib turilishini o'rtaq imzolab maktub yozish orqali qo'llaydiganligini bildirishni qattiq aybladi. Arab muxbir Tahni Xitayning Uyg'ur musulmonlaridan dinidan voz kechishini talab qilayotganligini ta'kidlab, Xitayning rayondagi musulmonlar qilayotgan zulmlari ochiq bilinib bo'lgan bir ahvolda ba'zi musulmon va arab davlatlarining Xitoyni qo'llashini qabul qilib bo'lmaydi dedi. U Xitoyning musulmonlarga qilayotgan bostirish va zulmlarni qo'llovchilarni Allohga havola qildim dedi. Amerika bilan savdo urush qilayotgan Xitoyning iqtisodi yaxshi boshlangan 2019-yilning tarixi bir tushish bilan davomlashtirmoqda. Xitoy iqtisodi Amerika bilan bo'lgan savdo urushining ta'sirida bu yilning 2-faslida tarixiy tuvan nuqtaga keldi. İkinci fasildagi o'sish nisbati 6,2% bo'lib, 1992-yildan bu yangi eng tuvan holatga keldi. Xitoy iqtisodi bu yilning 4-yarmida 6,4% eshib kishilarni hayron qoldirgan edi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Xitoy statistika instituti tomonidan e'lon qilingan bayonotda Xitoy iqtisodining tashqi xirrislar bilan yuzma-yuz kelib qolganligi bildirildi. Avstraliya Tashqi ishlar ministri Marisa Payne Xitoyning Uyg'ur diyorida Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qartilgan kollektiv qamab qo'yish qilmishidan andish qilayotganligini bildirdi. U Xitoyning 1 milliondan ortiq Uyg'urlarni kollektiv shaklda qo'lga olganligini va buni yaqindan kuzatadiganligini ta'kidlab, qamab qo'yish markazlarining ahvolini o'z ichiga olgan holda Xinjiangdagi kishilik huquq vaziyatiga bo'lgan andishlarimizni davomli o'tirg'i qo'yamiz dedi. Qozog'iston prezidenti To'qayev Qozog'istondagi zaminlar chet ellarga setilmaydi dedi. Prezident To'qayev 15-yil ochilgan kengaytirilgan hukumat yig'inida bu haqda to'xtaldi. U hukumat izchil yer ishlatishni nazorat qilishga boshladi. Buning maqsadi logikalik bir natijaga erishishdir. 2021-yilgacha yer nomerlarini o'lchamlashtirish haqida oxirgi qarorni berishimiz lozim. Parlament a'zolari va xalqning bu haqda fikr bayon qilishini umid qilaman. Chet ellarga zamin setilmaydi dedi. Yevropa İttifaqı Siprosdagi faoliyatlari sababli Turkiyaga qarshi embargolarni tasdiqlaganligini bildirdi. Germaniya xabar agentligining bildirishicha, Siprosdagi faoliyatlari sababli Yevropa İttifaqı Turkiyaga qartilgan embargolarni tasdiqlagan. Xabar qilinishicha, Yevropa İttifaqı Anqaraga bo'lgan iqtisodiy yordamlarga cheklama qo'ydi va Osiyo qatnashishiga doir uchirishlarni to'xtatib qo'ydi.